$25 evaziga Istanbulda nima olsa bo'ladi? Mana shunaqa komanda bilan $25 evaziga bitta chotki ujin. Ana yemek olarak. $25 bizani so'mda bir 300 ming bo'ladimi, 320 ming bo'ladi. O'shani evaziga Sibas baliq zakaz qildik. Hammamizga baliq. Bundan tashqari hozir video davomida ko'rsanglar shoular bo'ladi. Hozir biz juda raskoshniy restoran kemada ketyapmiz. Kema deydimi, nima deydi? Kecha mana shu masjidda namoz o'qigandik yigitlar bilan. Beshiktash shu futbol maydoni bor, mana ko'rasizlar, mana shu Beshiktash futbol maydoni bo'ladi. Xo'sh, Beshiktash degan yozuvni topa olsam ko'rsataman. Shuni yonidagi masjid. Mana shu ham baxchi saroymidi, bir narsa edi. O'tgan safar kelganimda kirgandim. Juda ajoyib. Ajoyiblardan bitta narsasi shu kemani suzib o'tib ketishga qaraylar. Muzikalarni qiz kulasidigan joy bor. Bu to'g'risida bir ertaknamo bir hikoya bor. Qiz kulasi degan joyda hozir ko'rsataman. Hozir sezon bo'lmaganligi sababli shu $25 gina narxda mana shu so'raganimda endi yolg'on gapirdim yo'q bilmayman. Sezon payti $50 ekan shu turri narxi. Ya'ni shunaqa restoran, ujinlari, ovqatlari, shirliklari, shou programmalar bo'ladi. Juda go'zal shou programmalari. Restoranda suzib ketish. Xo'sh, qiz kulasi to'g'risida gapirib beraman. Bir podshoh bo'lgan ekan, bu ertak. Tushida ko'radi, qiz farzand ko'radi-ku, shu qiz farzandi 18 yoshga to'lganda ilon chaqib o'lishi to'g'risida tush ko'radi. Shu sababli o'sha qizini shunaqa ilon chaqib o'ldirilishidan saqlash uchun shu qizini mana shu ostrovchaga, kichkina ostrov mana shu suv o'rtasiga shu yerga olib borib katta qiladi. Lekin ilon chaqmaydi, o'ldirmaydi uni, katta bo'lib, yaxshi bo'lganda tug'ilgan kuniga o'zi bir savatga mevalarni solib jo'natadi o'zini qiziga. Ayni o'sha salatlardan chiqqan bir ilon shu qizini chaqib o'ldiradi. Shunaqa bir xomush ertak bor. Oxiri juda xunuk tugaydigan. Kemamizning nomi Sultoniya ekan. Hozir tashqariga bitta chiqamiz. Bu yerda ham teplovoy nasos turganga o'xshayapti. Bu shahidlar ko'prigi deyiladi. Chamlija televideniyasi, yangi televideniya. Chamlija degani Turkiyaning eng baland nuqtasi. Endi sizlar bilan tepani bir aylanib ko'ramiz. Go'zal. 2 etajli restoran ekan, qaranglar. Naryoqda raqqoslar tayyorlanishyapti. Bizani shouga tayyorlanishyapti. Faraz qilaylik, sezonda mana shu joylar ham to'la bo'lsa, 2 etaj. Ana yaqinroq ko'rsatib boygina alohida ostrov ekanligini. Bilasizlar, ko'p turk kinolarida ko'rsatishadi. Mana shu joylarda ko'p seriallar olinadi. Kim qaysi serialni yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'shani kommentariyaga yozib qo'ysanglar, juda qiziq bo'ladi. Men ham ko'rgan bo'lsam yozib qo'yaman. Ha, bu serialni ko'rganmiz. Mana go'zal joylar juda. Mana bu shu Chamlija masjidining yonidagi yangi televideniya. Hozir biz to'g'ri kursimiz Shahidlar ko'prisi deyiladi mana. Bizanikilar kimdir Bosfor deydi. Bosfor deb bu mana shu joy o'zi to'liq Bosfor ko'rfazi deyiladi. Bu yoq o'ng tomondan yurib, Beshiktash oldida mana shunaqa suzib o'tib, ko'prikdan o'tib u yoqqa borib qaytib keladi. Ana shunga bir 2 soat, 3 soatmi, 4 soat vaqt ketadi. Sizlar bilan men tashqariga chiqib ko'ramiz hozir. Bu yerda raqqoslar mana tayyorlanishyapti. Bular endi hozir juda ajoyib. Yopiq ekan.
qocharmikin bilmadik. Shunaqa gaplar. Hozir videoni faqat o'chirib qo'ymanglar. Istanbul haqida, ya'ni mana shu tur paraxodda ujin qilish turi haqida to'liq videoni ko'rib olasizlar. Juda bogatый nima ekan. Balig'i nomi Sibat. Shomlarni o'qib, iftorlikni ochib oldik. Endi ajoyiblari boshlandi mana. Fikringlarni bildirib qo'yasizlar.